Nodir aka, nima bu? Yaqinda Mirzo Ulug'bek tumani Nikitina O'q 2-tupik ko'chasida yangi modern uslubida qurilgan uy sotilyapti. Ketdi sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Hovlimizdan ichkariga kirganda birinchi etajimizda shunaqa studiya uslubida qurilgan hovlimizda bor. Bemalol shu yerda mehmonlarni kutib olsanglar bo'ladi. Yaqinda eng yoqayotgan tomoni Astrobol kuxonning mebellarni qaranglar, shunaqa did bilan chiroyli fasonda ishlangan barcha texnikalarni Hoffman brendidan foydalanilgan. Xullas, ko'rib turgan mebellar ichida barcha oshxona jihozlari joylashtirilgan. Katta boshqa xonalarni ko'ramiz. Hayotgancha barcha eshiklariga eng so'nggi dizayndan foydalanilgan ekan. Kelinglar, kirganimizda o'ng tomonga qaraganimizda kir yuvish xonasi. Kichkinagina chiroyli qilib ishlangan va ikkinchi etajga chiqishimizdan oldin biz birinchi etajini obzorini qilib beramiz. Hozirgi xo'lga mana bu yerdan ham xonamiz, eshigimiz bor ekan. Spalni xohlasanglar detskiy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xonani ko'ryapsizlar, chiroyli did bilan ishlangan mebellarni qaranglar. Bemalol bu xonamizda sanuzelga ham kirib ketsak bo'ladi. Yaqinda ko'ryapsizlar, eng so'nggi dizaynda ishlangan. Ketdi tashqariga chiqamiz. Tashqariga chiqqanimizda sanuzelga tashqari tomondan ham kiradigan eshigimiz bor. Endi sizlar bilan ikkinchi etajga chiqamiz. Qani yuringlar. Yaqinda birinchi etajdan ikkinchi etajga chiqib o'rishda ham shunaqa taxtali zinalardan foydalanilgan. Ketdi kattalar uchun mo'ljallangan spalniga kiramiz. Ko'ryapsizlar, mebellarni ham prosta bomba desam ham bo'ladi. O'z professionallari tomonidan yasab o'rnatilgan mebel jihozlari. Bu spalni uchun mo'ljallangan sanuzilimiz ham bor. Chiroyli va ketdi keyingi xonalarga kiramiz sizlar bilan. Xo'p, ikkinchi etajda ko'ryapsizlar. Mana bu yerda xohlasanglar detskiy xonaga mana ikkita o'g'lingiz bormi, ikkita qizingiz bormi? Shu yerda dars qilish uchun sharoitlarni qilib qo'yilgan. Nimaga unaqa deyapman? Mana keyingi xonaga kirganda ko'rasizlar. Yaqinda ikkinchi xonamizga kirganimizda agar sizni ikkita o'g'lingiz yoki bitta qizingiz bo'lsa, mana shunaqa addenna qilib, skromli, chiroyli qilib ishlangan. Dars qilish uchun, kitob javonlar qo'yish uchun ham sharoitlar qilib qo'yilgan. Hayotgancha har bitta xonada eng sifatli konditsioner o'rnatilgan. Ketdi, boshqa xonalarni ham ko'ramiz. Ikkinchi etajimizda ham yaqinda общий sanuzelimiz bor. Xo'p, ko'pchilik so'rayotgan uchun qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Bu zina nimaga? Bu zina 3-etajga terrasaga olib chiqadi. Endi men sizlarga terrasadan qanaqa foydalanishni o'rgatishim shart emas. Ketdi sizlar bilan podvolga, sauna va basseynlarni ko'rishga tushamiz. Ketdi. Podvolga tushganimizda yaqinda mana qaranglar, saunaga kirib, mazza qilib o'tirganga nima yetsina, shu to'rtta og'aylarni chaqirib olib, bu yerdan mazza qilib tillab chiqqaningizdan keyin dushni yoqib turib, ustingizdan suvni qo'yib, agar dushga ham qoniqmaydigan bo'lsangiz, mana topsiz bochkadan muzdek suv tushsa, agar unga ham qoniqmaydigan bo'lsangiz, yaqinda shu saunadan chiqib turib, to'g'ri basseynga tashlasanglar ham bo'ladi. Bunaqa sharoit menimcha sentrdan topa olmasanglar kerak u. Yaqinda sotilayotgan uyimizni ko'rdinglar. Hujjatlari joyida, notariusga tayyor. Narxiga keladigan bo'lsa, shu turishini $400,000 yana kelishtirib beramiz deyapti. Pastdagi nomerlarga murojaat qilib, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.